hozir biz yoshligimizdagi orzu qilgan narsalarimizni aytib beramiz, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Короче, Munisa Rizayeva bo'lishni orzu qilganman. Munisa Rizayevada ashula aytishi. Yoshligimdagi orzularim sekin amalga oshyapti. Значит, orzular amalga oshish xususiyatiga ega. Yoshligimda men buyuk rassom bo'laman deb hammaga aytganman. Ustozlar turg'izar-ku, sen kim bo'lasan? Sen ustoz men aytay, kim bo'lasan? Buyuk rassom bo'laman deganman. Digilar hal qilyapti. Kim bo'lishimmi? Men o'zi pajarniy bo'lishga qiziqardim-da, chunki Aka ko'z qizarsa nima qilish kerak? o'tiribsizda chaqirish kerak. Qo'shnimizni o'zi voqeasini aytib bering. O'zi nimaga unaqa bo'lmoqchi bo'lganmi? Qari beri qo'shnimizni uyoni kutgan edi yoshlikda. Chelikda tashiganman deb o'zi ham. Chelikda suv tashiganman-da, o'sha paytda pajarniy bo'laman, shlankasi bilan shu yoqqa o'chirib olaman. Keyin pajarniyligiga takoy formada. Keyin oxiri qanaqadir aktyorskiy yo'nalish kirib qo'yib Prezident bo'lmoqchi bo'lganman. pajarniy Prezident bo'laman. Men yoshligimda boyna ustozlarimiz yomon urushayotdi maktab vaqtida. O'sha militsiya bo'lib kelib, o'shalarni otib ketaman deganman. Men o'zi yoshlikda futbolist bo'lmoqchi edim, aytgancha men o'zi boshidan noto'g'ri gapirib qo'ydim. Chunki mahallamizda Abduqodir Husanov degan bitta bola chiqqan, bilasizlar, Mevazorlik akamiz. Do'shi aka bosing. Qattandir xayolimga psixolog bo'lish bo'lib. Qattandir xayolimga keyin Psix bo'lish esingizga tushib qolgan. Yo'q, psixlarni ko'rib qo'ygan shazo keyin psixolog bo'lib qolganlarni davolayman degan. qattandir xayolimga keyin psixologiyaga kelib qolganda psixolog bo'lmoqchi bo'lganman. Psixologiya tushuncham amuncha hozir ham. Keyin qattandir mobilografiya sohasiga kirib, ko'pchilikka qo'shilib, keyin jurnalistika bo'lib qoldi. Temur kelguncha 50 mingta bo'lishimiz kerak. O'shaning uchun men oddiy obuna shu bosib qo'ysanglar, Temurni balkim 50 mingta bo'lib kutib olishimiz mumkin Temurni. To'ppa-to'g'ri. Qani sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.